Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz mana navbatdagi 200 kW 10 grid quyosh panel elektr montajimizni tugatdik. Xudo xolasa buni 380 kabel kelib, siloviy kabel ulansa bo'ldi. 240 talik bu 70 talik bo'lsa, mana shuni 240 taligidan kelib ulanadi. Bu 70lik mis kabel bu. Magniy kabel mis deyishadi. Inverterlar ishlab turibdi mana. Solis 100 kW'li 10 grid inverter. 4 ta o'chiradigan DC switchi bor ekan. Mana shundan 4 ta bor ekan. 8 ta MPPT'si bor ekan. Buni bir qator aytib o'tdik. Bu joyda yozyapti. Har bittasi to'liq qilib ulasalaring deyapti. 9.2 kW dan bo'lsa to'liq qilib ularinglar deyapti. Xo'p, agar 3 ta ulasalaring deyapti. 3 ta ulasalaring deyapti, mana 3 string deyapti. 12.2 kW dan gacha bo'lsin deyapti. Ya'ni 9.2 dan katta bo'lsa 3 talikka moslash kerak ekan buni. Mana shuni 3 talikka moslash kerak ekan. 9.2 kW dan o'tib ketsa. Ya'ni biz 15 ta panel ulaganmiz. Mana ikkitasi 15 talik, mana 16 talik. Bu joyda mana ajratib qo'ygani uchun biz bunga 16 talik uladik, bunga ikkita 15 talik uladik. Qolganlari ham shunaqa. Buni bittasi 16 ta, bittasi 15 ta. Buniki bu 16 ta, bu 15 talik. Bu 16 talik, bu 15 talik. Shunaqa qilib moslab chiqdik. Bu mana shitni ichki ko'rinishi. Shega yoqilib qolyapti. Shitni holati. Bu joyga mana shina qo'yardik. Qalinligi 4 mm. Eni 30 mm. 4 ga 30 deyiladi ekan. Boltka ekalarini qilib izolyatsiyani kiyg'izib qo'ydik. Pastiga ikkita 70 lik mis kabel ulanyapti. Bu tomonga 240 talik alyumin kabel kelib ulanadi. Bu нулевой shina bu. Bu zazimlanadi. Xo'p, lider avtomatlar bo'ldi. Lider SPD bo'ldi. U-Power degan bir rahnaydil chiqqan ekan, undan bo'ldi. Mana shu orani biz kalta hisoblab qo'yibmiz, hisoblashda. Shuning uchun bu ora jichcha ko'rinishi jichcha xunukka o'xshab qoldi. Qolgan nimasida muammolar yo'q. Stoperlarni qo'ydik. Dinamikalarni ko'tardik. Kabelni chiroyli montaj qilish uchun, tagidan o'tkazib uchun. Xo'p, buni ham mana pakot qilib o'rnatdik. Hozircha endi toki yo'q. Bitta o'chirib olishini ko'rsatib qo'yaman. Yondi. O'chdi. Lazimlilarni hammasi bitdi. Endi mana ikkinchi inverterimiz ham shunaqa. Bu ham Solis 100 kW'li. Bu ham davlat tokini kutib yotibdi. Ulasalaring ishni boshlaymiz deb. Ko'riblarni ustini yoptirmadi. Ko'riblar usti yopilmadi. Ochiq-ochiq turar ekan. Bu kabelni biz nimaga qo'ydik? Po'lat shinani o'rniga biz qo'ydik. Bu joyda oldingi shitim mashq holatda bo'lgan ekan. Buni yecha olib tashlaymiz deyishdi. Vaqtincha yorug'lik bo'lish uchun buni yoqib ishlab turibmiz. Xudo xolasa ishimiz tugadi. Xo'p, shitni devor shlaka blok ekan, shu sababli mana shunaqa
shpilka deyishar ekan, uni o'qlardi. 10 turli shpilka deyishar ekan. Shundan devorda yog'i ham xuddi shunaqa yog'och bilan shayba qilib qatirildi. Invertorlar ham xuddi shu holatda bo'ldi. Yog'ida yog'och shayba bor. Bu yog'iga o'zini nimasiga temaraga shayba qo'yib qatilardi, yaxshi ushadi. Bu shitimiz otib qoldi mana. Buni AC'ga mo'ljallab turuvdik. DC'da joy otib qoladi, ya'ni DC shitda joy otib qoladi. Ichiga AC shitni ham tiqlardik. Avtomatlar 250 amperli mana ikkita avtomat. Bunga invertorlar ulanadi. 630 tani avtomatga pastiga kirishi bo'lyapti. Hozirda 240 talik kabelda 380 liniya kelib ulanadi. Tepasidan chiqib turib avtomatlarga ulanyapti shinalarga. Bizni kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa. Biz doimiy kuzatuvchilarimiz uchun, doimiy bizni hamkorlarimiz uchun bizni qo'llab-quvvatlab turgan akalarimiz bor, qadrdonlarimiz bor. Har doim ular bilan aloqadamiz. Bu joylarni endi yig'ishtiramiz. Hozircha yig'ishtirilmagan holatda video qilib sizlarga ulashish maqsadida chiqardik. Ortib qolgan shitni mana shu bo'sh joyga qo'ymoqchi edik biz. Qarasam mana shu ichida joy bor ekan. Shu joyni o'ziga joylaverdik. Bu kabel osilib turganining sababi buni joylab bo'lmas ekan bu. Qattiq kabel bo'lgani uchun unga yoqa-yoqa egib, shakl berib nima qilish qiyin bo'lgani uchun mana shu holatda qolsin dedik. Mana shu holatda qoladigan bo'ldi. Bunisi endi oraliq masofa katta bo'lgani uchun osilib xunuk bo'lib qolmasin deydi. Buni tortib tashladik.